Dadasi, men ishga ketdim. Yaxshi qoling. Maftuna, yangi kolleksiyalar kelgan, o'shani ham vitrinaga qo'yarsiz sotishga. Xo'p bo'ladi. Yana bitta gap. Bugun iftorlikni birga qilsak. Yaqinroqdan gaplashib tanishib olardik. Uyga vaqtliroq borishim kerak. Maftuna, to'g'risini aytsam menga yoqasiz. Juda ham chiroylisiz. Keling, bugun ko'rishaylik, yaqinroqdan tanishib, nima deysiz? Boshimda erim bor. Eringiz borligini bilaman, Maftuna. Hammasidan xabarim bor. Qarang, oyligingizni ham ko'tarib beraman. Oyligingiz ham, pulingiz ham boshingizdan qolsin. Iye, Silitosh yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Qayerlarga? Uyga ketayotgandim. O'tir, tashab qo'yaman. Xo'p. Ne kayfiyating yo'q, Maftun? Yo'q, yaxshi. Ishda ozgina charchadim. Qara, shanba yakshanba kuni sinfdoshlar bilan yig'ilib toqqa ketayotdik. Yur, sen ham dam olib kelasan. Bu nima degani? Boshimda erim bor. Bilaman boshingda ering borligini. Nima bir chiqsak chiqibmizda sinfdoshlar bilan. Aylanib maza qilib dam olib kelarding. To'xtat mashinani. To'xtat dedim. Sen ham odammisan. Maraz. Shularni hisoblab paketga solib bering. Qancha bo'ladi? Sizdan pul olsam uyat bo'lar. Yo'q, ayting qancha bo'ladi? Qarang. Raqamingizni bersangiz, bu kerak bo'lsa men o'zim uyingizga olib chiqib beraman. Boshimda erim bor. Bilaman, eringiz bor. Endi eringizga bildirmaymiz. Yaqinroqdan tanishamiz. Sen odammisan. Adasi, men keldim. Oyi. Bir pas bo'ldi ishdan kelganimga. Hozir ozgina dam olib, keyin bolalarni olib ketganim boraman. Xo'p, oyi. Gittin günden beri yad eder sözler seni. Ruhum ardından gelir, daima izler seni. Sevenin yalnız kalır, her gece gözler seni. Hasretinle öldürürsün sen beni. Bilmezdim dertler verir, derdimin dermanları. Gün gelir pişman olur. Alo. Ha, onasi, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dadasi. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Iltimos tezroq keling. Charchadim. Yaqinda boraman. Yana ozgina ishim qoldi. Iltimos tezroq keling. Uy olishimiz kerak, mashina olishimiz kerak. Kerak emas o'sha uy. Siz keling bo'ldi. Charchab ketdim hammasidan. Ko'chada har bitta erkak qancha gapirishni bilasizmi? Bolalaringiz ham sizni sog'ingan. Men ham sizni rosa sog'indim. Musofirda yurish ham oson emas. Men ham hammalarni sog'ingan, ota-onamni sog'indim, sizlarni sog'indim, bolalarimni rosa sog'inganman, ayniqsa qizimni sog'indim. Yaqinda boraman. Siz kelsangiz, shu yerda birga ishlab, hammasini birga qilamiz. Faqat qayting. Men senga juda ham ishonaman, onasi. Sen kuchli ayolsan. Kuchli bo'lishni xohlamayman. Iltimos. Ozgina sabr qilsang, Xudo xolasa qaytaman. Sal turib yana telefon qilaman, xo'pmi? Xo'p. Bilmezdim dertler verir, derdimin dermanları. Gün gelir pişman olur, nefsinin kurbanları. Hurmatli musofirchilikda ishlab yurgan aka-ukalar. Bilamiz, oilam, bolam, chaqam, ro'zg'or deb musofirchilikda o'zingizlarni qiynab ishlab yuribsizlar. O'sha pulni o'zimiz yurtimizda ham bemalol topsa bo'ladi. Birinchi o'rinda oila, ota-ona, farzand. Ular sizlarni qanchalik intizorlik bilan kutayotganini bilmaysizlar. Iltimos qaytinglar.